Assalomu alaykum Yorqinbek Uz kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz yozgi sezonga tayyorgarlik. Mana og'ilxonamizni ko'rib turibsizlar. 1 2 3 4 5 bu yerga ham 5 ta fortichka bor. Xo'sh, fortichkamiz quyosh nuri kam kiropti. Mana svetlarni yoqib qo'yibman. Video kачественныйroq chiqsin degan maqsadga. Nimaga? Yorug'lik juda ham kam bo'libdi og'ilimizga kirishga. Mana bir noxushli mana shu eshigimizni o'ng taraf oyog'i, mana videoga ko'ringan chap taraf oyog'i qiyshayib qoldi. Bunga quyosh nuri yetishmasligi, yana D vitamin kamligi tufayli shunaqa narsa bo'libdi. Buni vetko'rikka aytdik. Vetko'rik doktorimiz ukol-dorilarni yozib berdilar. Endi biz qolgan chorvamizni mana shunaqa kasalligini oldini olish maqsadida mana shu plashatkamizni kunduz kuni quyosh nurini ko'rish uchun, ya'ni quyosh nuri olish uchun mana shu plashatkamizni yozga qo'ytan qilib qo'ydik. Hali chala turibdi. Setkamizning balandligi 1.25, uzunasi endi примерно bir 8-10 metrlar bo'lib qolsa kerak. Xo'sh, bu yerlarni tozalanadi. Mana shu ikkita buchkani oldiga eshigimiz qo'yiladi. Ichkariga yem xashagini berib, tashqariga qo'yiladi. Xo'sh, mana oldingi videomizga havo bulutli bo'lgani uchun oldingi videomizga mana bu indiska o'rdaklarimizni tomiga fanerga qo'yilgandi. Mana hozir endi shifer qilib qo'ydik. Mana indiska o'rdaklarimiz o'zlari. Xo'sh, 3 ta mokonga, bitta xo'rozdan bo'ldi. O'yincha. Ma panda, ke. Bizani fermamiz erkatoyi. Xo'sh, mana shu joyga olib chiqib yozga qo'rasi. Yana erta yozga bu menimcha issiq ham bo'lib ketsa kerak. Shu uchun mana shu plashatkamizni xo'sh taxlayapmiz. Nasib bo'lsa, bu yer tax bo'lsa olib chiqsak, chorvamizni hammalaringizni ogohlantirib, ya'ni bir nima qiziqqanlar uchun video tayyorlaymiz albatta. Nima demoqchimiz sizga? Kim chorvasi bo'lsa, quyosh nuri обязательно kerak ekan. Siz bilan Yorqinbek Uz kanali bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.